Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Kitobsevar millat bu o'zining madaniyatini, tarixini va ilmiy-ijtimoiy taraqqiyotini kitoblar orqali rivojlantirgan, o'qishga, bilim olishga katta e'tibor bergan jamiyatdir. Kitobsevar oila esa bu o'zining kundalik hayotida kitoblarni qadrlovchi va o'qishni oilaviy an'ana sifatida rivojlantirgan oiladir. Bunday oilada har bir a'zo o'qishning ahamiyatini chuqur anglab, bilim olishga katta e'tibor beradi. Ana shunday oilalardan biri Jalaquduq tumani O'roqchi-Tepa mahalla fuqarolar yig'ini Do'stlik ko'chasi 66-uyda yashovchi Baratovlar oilasidir. Ushbu oila boshlig'i Baratov Xurshid aka uzoq yillar davomida o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanib, yillar davomida o'zining uyida shaxsiy kutubxonasini tashkil qilgan. Ayoli Jalol va Tojixon opa ham uzoq yillar ona tili va adabiyot fanidan o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanib, nafaqaga chiqqan edi. Biz oilaning to'ng'ich farzandi Baratov Dilshod aka bilan suhbatda bo'ldik. Nima deyish mumkin? Dadam Baratov Xurshidbek Andijon davlat pedagogika institutining tarix filologiya fakultetini 63-yilda tugatgan. Onam Jalol Tojixon ham Andijon davlat universitetini ona tili adabiyot fakultetini tugatgan. Shu umri bo'yi faqat o'qituvchilik bilan shug'ullanadi. Andijon davlat institutida ishladi dadam ko'p yillar. 11-o'rta maktabda ishladi Qadaqsindagi. Hunar litseyda ishladi. Hozir kollej bo'lib. Onam 9-maktabda ishladi ko'proq. 2-o'rta maktabda ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lib ishladi. Men yoshligimda esimni taniganimdan beri yur Andijonga olib borib kelaman derdi. Andijonga olib borib ozgina o'ynardik-da, darrov shu kitob magaziniga kirib ketardi. Meni chekkaga o'tirgizib qo'yib, vali erta kitoblarni ko'rsatib turib, 2 soat, 3 soat, ba'zi 4 soatlab kitob tanlab, kirib o'sha kitoblarni olardi. Xalq ta'limi fidoyisini 93-yil olgan ekan, 93-yil. Men bularni qachon olganini bilmayman. Faolchisi, xalq ta'limi fidoyisi. Hozirgi kunda ushbu kutubxonani tashkil qilgan Baratov Xurshid aka hamda Jalol va Tojixon opa vafot etgan bo'lsalar-da, ularning farzandlari va nabiralari ushbu kutubxonadan foydalanib kelmoqdalar. Bunday kutubxonalarning bor bo'lishi hamda ko'payishi xalqimizning ma'naviyati boyligidan dalolatdir. Yoshlarimizni ushbu kutubxonadan foydalanishini, oila a'zolariga esa biz uchun vaqt ajratganliklari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.